Bizning kanalni like bosib qo'llab-quvvatlang. Donald Trump Eron bilan muammolari yetarli bo'lib turgan bir vaqtda Ukrainada sovuqda qolgan aholini ham o'ylamoqda. Bugun 30-yanvar kuni shaxsan Donald Trumpning o'zi Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinga telefon qilib, Ukrainaga bunday noodatiy ob-havoda zarba bermaslikni so'ragan. Rossiya va Ukraina urushi ham ayni pallada o'z cho'qqisiga chiqib bormoqda. Putin Donald Trump bilan ancha vaqt telefonda suhbat qilgandan so'ng Donald Trumpning iltimosini yerda qoldirmasdan vaqtincha Ukrainaga va infratuzilmalariga zarba bermaslikni va'da bergan. Aksincha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa butun xalqqa murojaat qilib, Rossiyaning ehtimoliy hujumidan ogohlantirgan. Donald Trump esa shaxsan o'zi telefon qilib, Ukraina infratuzilmalariga vaqtincha zarba bermaslikni Putindan iltimos qilgan. Vaziyatlar juda borgan sari chigallashib bormoqda. Hurmatli do'stlar, bizni kanalimizni kuzatib boring, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun juda qiziq. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'llab-quvvatlang. Eron AQShga o'z javobini berdi va bu javob juda ham achinarli bo'ldi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Humayniyning yaqin maslahatchisi Ali Shamhani o'z X tarmog'ida AQSh bilan hech qanday kelishuvlar bo'lmasligini aytib o'tdi. Biroz avval Amerika prezidenti Donald Trump Eronga ultimatum sifatida yadroviy dasturini darhol yakunlash to'g'risida so'rov yuborgan edi. Bu so'rov ko'rib turibsizki, Ali Shamhani tomonidan shunday qabul qilindi. Ali Shamhanining X tarmog'ida yozishicha, Eron va AQSh o'rtasida yadroviy dastur bo'yicha hech qanday kelishuvlar bo'lmaydi. Amerika prezidenti Donald Trump Erondan shuni so'ragan edi: yadroviy dasturini darhol yakunlash va hamda yadroviy dasturda kerak bo'luvchi uran mahsulotini qazib olishni to'xtatishni so'ragan edi. Vaziyat boshqacha tus oldi. Eron hech qachon o'z yadroviy dasturidan voz kechmasligini ma'lum qildi. Ali Shamhani o'z X tarmog'ida yana shularni yoritib o'tgan: agar AQSh Eronga birinchi bo'lib zarba bersa, Eron Tel Avivning kunini ko'kka sovurishini bildirib o'tdi va zarba juda achinarli va shafqatsiz bo'lishini ma'lum qildi. Ali Shamhani yana shuni aytib o'tganki, Amerika prezidenti Donald Trump Isroilning iltimosi bilan bizning yadroviy dasturni yo'q qilishga urinmoqda, deydi Ali Shamhani. Shuning uchun Eron agar AQShdan zarba kelsa, darhol Isroil poytaxti Tel Avivni vayronga aylantirish haqida so'zlab o'tmoqda. Ali yana shuni ta'kidlab o'tdiki, Eron allaqachon jangovar holatda va Amerikadan ham Isroildan ham keluvchi barcha zarbaga tayyor. Eron barcha o'ziga qarashli kerakli hududlarni nishonga olib bo'lgan. Zarba juda vayronkor bo'lishini ham ta'kidlab o'tdi. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, kanalimizni kuzatib boring. Eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda.